Assalomu alaykum. Bugun normativ hujjatlar to'g'risidagi qonunni osonroq tilda tushunishga va shuningdek aa, ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Bismillah. Normativ hujjatlar to'g'risidagi qonun bu o'RQ 682-son. Birinchisi, qonunning maqsadi. Ushbu qonunning maqsadi nima? Ushbu qonunning maqsadi normativ hujjatlar tushunchasini, uni turlarini va hujjatlarning o'zaro yuridik kuchi, ya'ni bir-biriga bo'lgan nisbati. Qaysi biri kuchli, qaysi biri kuchsiz. Ya'ni Vazirlar Mahkamasining qarori kuchliroqmi yoki prezident farmonimi? Ya'ni o'zaro yuridik kuchi. Shuningdek, bilan rejalashtirish, tashabbus qilish, tayyorlash, ekspertizadan o'tkazish, kelishish, qabul qilish, e'lon qilish, ularning ijrosini tashkil etish, ta'minlash sohasidagi munosabatni tartibga soladi. Demak, umumiy normativ hujjatlarga oid ularga oid qanaqangi harakatlar amalga oshirilsa, barchasini shu qonundan tartibga solinar ekan. Normativ hujjatlar to'g'risidagi qonunchilik bu ushbu qonun va boshqa qonunchilik hujjatlardan iborat. Shuningdek, bu yerda aytib o'tilyapti, Qoraqalpog'iston Respublikasiga oid ayrim hujjatlar Qoraqalpog'iston Respublikasining o'zini qonunchiligi bilan ham belgilanishi mumkin. Ya'ni faqat O'zbekiston Respublikasiniki bilan emas. O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomalarni tuzish, e'lon qilish, ro'yxatdan o'tkazish va saqlash tartibi xalqaro shartnomalar to'g'risidagi qonun bilan tartibga solinadi. Demak, xalqaro shartnomalarni ga oid har qanday o'zgartirish yoki qanaqangi bir tartiblar barchasi alohida qonunda belgilab o'tilgan. Shuni ma'lumot sifatida ko'rsatib o'tilyapti. Xo'sh, normativ hujjatlar tushunchasi. Normativ hujjatlar bu nima? Qonunchilikka muvofiq qabul qilingan, hamma uchun majburiy bo'lgan, davlat ko'rsatmasi sifatida qabul qilingan o'sha rasmiy hujjat hisoblanadi. 3-moddada aytilgan nimaligi? 4-modda esa normativ hujjatlar qabul qilish huquqiga ega bo'lgan organlar yoki mansabdor shaxslar. Bu Oliy Majlis palatalari, bilamiz, Senatdan Qonunchilik palatasi, Prezident, Vazirlar Mahkamasi, vazirlik va idoralar, mahalliy davlat hokimiyat organlari, ya'ni bu hokimlar, hokimiyat organlari. Xo'p, normativ hujjatlar qabul qilish huquqiga ega bo'ladi. Mansabdor shaxslar normativ hujjatlar qabul qilish huquqiga ega bo'lgan organlar deb yuritiladi. Yana bo'ldi, tushundik. Lekin yana bitta narsani hisobga olish kerak. Xo'p, mahalliy davlat hokimiyat organlarining mahalliy hududiy bo'linmalari, ya'ni tuman hokimlari, ya'ni normativ hujjat qabul qilish huquqiga ega emas. Shuni hisobga, ya'ni esda saqlab qo'yish kerak. Fuqarolar O'zbekiston Respublikasining referendumi to'g'risidagi belgilangan tartibda o'tkazilgan referendum yo'li bilan normativ hujjatlarni qabul qilish mumkin. Demak, bu nima degani? Fuqarolar referendum orqali ham normativ hujjatlar qabul qilish mumkin. Chunki referendum orqali ko'pchiligimiz bilamiz, qonunchilik tashabbusi huquqiga ega 100 ming nafar fuqaro shu orqali ma'lum bir qonun taklifi bilan kirishsa, shu orqali qabul qilinishi mumkin. Va buni tartibi referendum to'g'risidagi qonunda belgilab qo'yilgan. Bu qonunning asosiy prinsiplari konstitutsiyaviylik, qonuniylik, huquqlar tengligi, keyin bu davlat bilan shaxsni o'rtasiga qonuniy manfaatlar to'qnashsa, jamiyatda davlat manfaatlarini himoya qilish ustuvorligi, ya'ni belgilab qo'yilgan oshkoralik, ilmiylik, ijtimoiy munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish tizimligi, kompleksligi kabi prinsiplar mavjud. Xo'p, asosiy joyiga o'tamiz. Normativ huquqiy hujjatlarning turlari 6-modda qanaqa turlari bor ekan? Birinchisi, bosh qomusimiz, asosiy qonun deyiladi. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi. O'zbekiston Respublikasining qonunlari, Oliy Majlis palata qarorlari, prezident farmon va qarorlari, e'tibor qilamiz, farmon va qarorlari, farmoyishlari demayapti. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari. Savol shu o'rinda, prezident farmon qarorlari deyapti-yu, lekin farmoyishlari demayapti. Nega farmoyishlar qonunchilik hujjat sifatida, normativ hujjat sifatida kiritilmaydi? Vazirliklar va idoralarning buyruqlari hamda qarorlari. Vazirlik idoralarining buyruq qarorlari. Xo'sh, oxirgisi mahalliy davlat hokimiyat organlari qarorlari, ya'ni hokimiyat organlarining qarorlari degan mahalliy davlat hokimiyat organlari. 7-modda O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi haqida tushunamiz. Endi mana bu yerda o'qib chiqqan normativ hujjatlarning turlarini ikkiga bo'lamiz. Qonunchilikka ko'ra bizda 2 xil hujjatlar bor. Ya'ni bular qonun hujjatlari, keyin qonun osti hujjatlar degan tushuncha mavjud. Mana qonun osti tushunchasi bor. Qonun hujjatlari bu O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi asosiysi, keyingisi esa Oliy Majlis palataning qarorlari. Ya'ni bular qonun sanaladi. Va qonun osti hujjatlar bu prezident farmon qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, vazirlik idoralarining buyruq hamda qarorlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari, bular qonun osti hujjatlar hisoblanadi. Buni yodlab qo'yish kerak. Yodlash ham shart emas, chunki Oliy Majlis palatasi bilan konstitutsiya
hududdagi qonunlar bular qonun hujjatlari. Aniq. Qolgan barchasi qonun osti hujjatlar deb o'tib ketsak ham bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarining ustuvorligi haqida gaplashamiz. Konstitutsiya va qonunlarning so'zsiz ustuvorligi tan olinadi. Bu konstitutsiyamizda ham bor. Nechinchi modda ekanligini kommentariyada yozib ketinglar. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakatda butun hududda oliy yuridik kuchga ega, to'g'ridan-to'g'ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi. To'g'ridan-to'g'ri amal qiladi degan nima degani? To'g'ridan-to'g'ri amal qiladi degani Konstitutsiyasining ma'lum bir moddasini sud jarayoniga qo'llash uchun unga bironta bir asos kerak emas. Ya'ni asos deganda nima nazarda tutilyapti? Aynan o'sha konstitutsiya moddasini tasdiqlash uchun boshqa bir qonundan asos keltirish shart emas. Masalan, sizga kimdir zarar yetkazdi va u konstitutsiyaviy huquqingizga qarshi konstitutsiyadan ko'ryapsiz. Sizga ma'lum bir huquq berilgan va u huquqqa putur yetkazilyapti. Siz bemalol konstitutsiyasini o'zini ko'tarib borib, mana shu modda asosida mani huquqimga zarar yetkazdi desangiz agar, sizdan hech kim qo'shimcha boshqa bironta qonunchilik hujjatdan huquqing buzilgan holatini ko'rsat deb aytmaydi. O'zbekiston Respublikasi qonunlari va boshqa normativ hujjatlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida uni ijro etish uchun qabul qilinadi hamda uning norma va prinsiplariga zid bo'lishi mumkin emas. Xo'p, 9-chi O'zbekiston Respublikasining qonunlari haqida gap ketyapti. Endi biz tepada qonun hamda qonun usti hujjatlarni gapirdik. Qonunlar haqida qaytib to'xtalib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasining qonunlari eng muhim barqaror ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladi hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan yoki referendum o'tkazish orqali qabul qilinadi. Endi ko'ryapmiz, qonun qabul qilishning ikkita yo'li bor ekan. Oliy Majlis palatalari o'zimiz biladigan tartibda avval Qonunchilik palatasi, keyin Senat, keyin prezidentga imzolashga yuboriladi. Ikkinchi turi bu esa 100 ming nafar O'zbekiston fuqarosi imzosi olinadi va shundan so'ng referendum o'tkaziladi. Referendum asosida ma'lum bir qonunchilikka kiritiladi. O'zbekiston Respublikasi qonunlari konstitutsiyaviy qonunlar tarzida ham qabul qilinishi mumkin deyapti. Demak, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bu konstitutsiyaviy qonun nazarda tutiladi. Xo'p, O'zbekiston Respublikasining qonunlari huquqiy prinsip va normalarni mustahkamlovchi, birlashtiruvchi. Shu o'rinda savol, kodekslar normativ huquqiy hujjatlarmi? Agar ha, normativ huquqiy hujjatlar bo'lsa, nimaga ular normativ huquqiy hujjatlarning turlari orasida yo'q? Kodekslar haqida gap ketmagan. Xo'p, endi ushbu savolga o'zim tomonidan javob: kodekslar normativ huquqiy hujjat, qonun darajasiga tenglashtirilgan hisoblanadi. Mana bu 9-moddani oxiriga qarasangiz, qonunlarning huquqiy prinsiplari va normalarni mustahkamlovchi, birlashtiruvchi, tizimlashtiruvchi, shuningdek ijtimoiy munosabatlarning eng muhim sohasining huquqiy jihatdan kompleks tartibga solinishini ta'minlovchi kodekslar tarzida qabul qilinishi mumkin. Demak, kodekslar qanaqa tartibda qabul qilinar ekan? Huquqiy jihatdan kompleks muammolar, ya'ni holatlar, hodisalar yuzasidan qabul qilingan qonunlar kodekslar hisoblanadi. Kodekslar o'z o'rnida bu qonunlarga tenglashtirilgan hisoblanadi. Ya'ni qonun, mana O'zbekiston Respublikasining qonunlari moddasida turibdimi? Demak, kodekslar haqida gap ketyaptimi? Bu ham qonun. Xo'p, 10-modda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palata qarorlari. Xo'p, Oliy Majlis palata qarorlari O'zbekiston Respublikasi konstitutsiya qonunlari asosida ularni ijro etish yuzasidan normativ huquqiy hujjat qabul qiladi. Demak, Oliy Majlis palatalari nima qabul qilar ekan? Normativ huquqiy hujjatlar qabul qilar ekan. Qonun osti hujjatlarni tartibga solish. Qonun osti hujjatlar qonun hujjatlari darajasida tartibga solinishi lozim bo'lgan masalalar bo'yicha normalar belgilanishiga yo'l qo'yilmaydi. Demak, ma'lum bir narsa, ma'lum bir muammo qonun hujjat darajasida tartibga solinishi talab qilinsa yoki lozim bo'lsa, uni qonun osti hujjatlar bilan tartibga solib bo'lmaydi. Ya'ni qonun osti hujjatlarni kuchi yetmaydi desak ham bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmonlari va qarorlari, hali ham farmoyish haqida gapirmayapmiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlari asosida hamda ularni ijro etish uchun farmon va qarorlar tarzida normativ hujjatlar qabul qiladi. Demak, prezidentning farmon va qarorlari normativ huquqiy hujjat hisoblanar ekan. Uni farmoyishlari esa normativ huquqiy hujjat emas. O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining qarori haqida gap ketyapti. 13-modda Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palata qarorlari, prezident farmon qarorlari asosida hamda ularni ijro etish uchun qarorlar tarzida normativ hujjatlar qabul qilinadi. Endi qaraymiz, bu nima deyapti? Konstitutsiyani, qonunlarni, shuningdek Oliy Majlis palata qarorlarini, prezidentning farmon qarorlarini ijro etish uchun normativ huquqiy hujjat qabul qilar ekan. Qanaqa huquqiy hujjat qabul qilar ekan? Ya'ni
prezidentni farmon qarorini, Oliy Majlis palatasini farmon qarorlarini, konstitutsiyani, shuningdek qonunlarda belgilab qo'yilgan hop shartlarni, ya'ni o'sha belgilangan ishlarni bajarish maqsadida shu ish yuzasidan hop mana ijro etish uchun degan qarorlar tarzida normativ hujjat qabul qiladi. Demak, Vazirlar Mahkamasining quyidagi qarori, nimadir qarori va u qarorga asos bo'ladi prezidentning qaysidir farmoni. Xo'p, mana shu normativ hujjat hisoblanadi. Xo'p, 14-modda vazirliklar va idoralarning buyruqlari hamda qarorlari haqida gap ketyapti. Xo'p, vazirliklar va idoralar agar ularga qonun hujjatlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari bilan tegishli normativ hujjatlarni qabul qilish yoki ijtimoiy munosabatlarni huquqiy jihatdan tartibga solish bo'yicha vakolatlar berilgan bo'lsa, normativ hujjatlar qabul qilinishi mumkin. Xo'p, demak, bundan nimani tushunishimiz kerak? Vazirlik va idoralar agar ularga prezident tomonidan, Vazirlar Mahkamasi tomonidan yoki Oliy Majlis qaysidir qarori bo'yicha nimadir sohada, ya'ni qaysidir soha bo'yicha vakolati bor soha bo'yicha qaysidir ijtimoiy munosabatni tartibga solish vazifasi berilgan bo'lsagina, u nima qilishi mumkin? Normativ huquqiy hujjat qabul qilishi mumkin. O'zidan o'zi qabul qila olmaydi. U qabul qilishi uchun unga qanaqadir buyruq kelishi kerak. Tepadan deymiz, ya'ni o'zidan tepadagi vazirlikdan buyruq kelishi kerak. Shu orqali ular normativ hujjatlar qabul qiladi. Ya'ni u qabul qiladigan normativ hujjati kelgan o'sha buyruqni bajarish maqsadida xo'p belgilangan soha bo'yicha, ya'ni vakolatiga kiradigan soha bo'yicha qaror qabul qiladi. Va u ham normativ hujjat hisoblanadi. Vazirlik va idoralar o'z vakolatlari doirasida buyruq va qarorlar tarzidagi normativ hujjatlar qabul qiladi. Tushundik. Buyruqlar vazirlik va idora nomidan qaror qabul qilish yakka tartibda amalga oshiriladigan vazirlik yoki idoralar rahbar tomonidan qabul qilinadi. Demak, vazirliklar va idoralarda rahbar tomonidan qaror qabul qilinishi kerak bo'lsa, bu buyruq hisoblanadi. Buni logично olib qarasak ham, buyruq bir kishi tomonidan beriladi. Agar u vazirlik va idoralarining qarorlari bo'lsa, qaror kollegial organ tomonidan, ya'ni birlashib turib bir necha kishini fikridan kelib chiqib ma'lum bir qaror qabul qilinadi va u qaror deb ataladi. Endi buyruqni tushundik. Buyruq bitta qaysidir bo'lim boshlig'i yoki masalan rahbar umumiy hamma uchun qaror qabul qilib qo'yadi. Vazirlik va idoraning buyruqlari hamda qarorlari boshqa vazirlik yoki idoralar bilan kelishilgan holda qabul qilinishi mumkin, yoki boshqa organlar bilan kelishilgan holda qabul qilish huquqiga ega. Vazirlik va idoralar tomonidan qo'shma qarorlar tarzida normativ hujjatlar ham qabul qilishi mumkin. Demak, ikkita vazirlik yoki bir vazirlik boshqa bir idora kelishib qo'shma tarzda normativ hujjat qabul qilishi mumkin. Vazirlik va idoraning tarkibiy bo'linmalari hamda hududiy organlari normativ hujjatlar qabul qilishga haqli emas. Mana shuni hisobga olinglar, juda muhim joyi. Vazirlik va idoralarning deyapti, tarkibiy bo'linmalari hamda hududiy organlari normativ huquqiy hujjatlar qabul qilish huquqiga haqli emas. Bu nima degani? Xo'p, vazirliklar huquqiga, masalan, viloyatniki bo'lsa, mumkin. Viloyat, ya'ni viloyat kesimida bo'lsa, u idora bo'ladimi, vazirlik bo'ladimi, mumkin. Lekin uning tarkibiy bo'linmalari nima deyapti? Tarkibiy bo'linmalari degani u xo'p, katta ehtimol bilan tuman bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kichikroq organlari demoqchiman. Ya'ni vazirlik va idorani kiradigan kichikroq organlar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'shani tarkibiy bo'linmasiga kiradigan bo'lsa, ularga normativ hujjatlar qabul qilishga huquqi yo'q. Ya'ni unaqa bu narsaga haqli emas. 15. Vazirliklar va idoralar tomonidan qabul qilingan normativ hujjatlarga nisbatan huquqiy vorislik tushunchasi. Xo'p, huquqiy vorislik. Tegishli normativ hujjatlar qabul qilish huquqi berilgan vazirlik yoki idora qayta tashkil etilgan taqdirda huquqiy vorisga o'z vakolatlari doirasida normativ hujjatlar qabul qilish huquqi bilan birga ilgari qabul qilingan normativ hujjatlarga o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritish, ularning amal qilishini to'xtatib turish va tugatish vakolatlari ham o'tadi. Bunda ushbu moddaning ikkinchi qismidan nazarda tutilgan hollar mustasno. Demak, keling qaysidir vazirlik yoki idora to'xtatilsa yoki tugatilsa va uni o'rniga boshqasi tashkil etilsa, shunda nima bo'ladi? Shunda oldingi eski vazirlik va idoraniga oid bo'lgan hujjatlar, vakolatlar barchasi yangi vazirlik yoki o'zgarayotgan vazirlik yoki idoraga tegishli bo'lib qoladi.
Vazirlik va idora tugatilgan yoxud tegishli normativ hujjatlarni qabul qilish huquqini huquqiy vorisga bermasdan qayta tashkil etilgan taqdirda ilgari qabul qilingan normativ hujjatlarga o'zgartirishlar, qo'shimchalar kiritish, ularning amal qilishini to'xtatib turish va tugatish vakolatlari yuqori turuvchi organga yoki boshqa vakolatli organga o'tadi. Demak, vazirlik va idora tugatilgan yoki tegishli normativ hujjatlarni qabul qilish huquqini bu huquqiy vorisga bermasdan qayta tashkil etilgan taqdirda. Ya'ni huquqiy vorisga degani o'zidan keyingi mana shu idorani o'rniga ochiladigan, ya'ni o'rniga o'rin bittasi tugatildi, yana boshqa tartibga solish uchun boshqa bir idora ochilishi kerak. Mana shu ochiladigan idoraga o'zini ma'lum bir normativ hujjatlar qabul qilish vakolatini bermasdan turib, topshirmasdan turib, vorislik qilmasdan turib yopilsa, unda shu yana ikkalasini ham tartibga soladigan kattaroq organga bu vakolat berilgan hisoblanadi. Ya'ni o'sha organ tomonidan narsa tartibga solinadi. Xo'p, buni tushundik. Vazirlik yoki idora maqomining o'zgarishi ular tomonidan ilgari qabul qilingan normativ hujjatlarni amal qilish tugatilishiga olib kelmaydi. Demak, ma'lum bir vazirlik yoki idora qaysidir qarorni qabul qilganmi? Xo'p, 2 yildan keyin u vazirlik yoki idora o'zgaryapti yoki yopilyapti. Bu degani uni qarorlari tugatildi degani emas. Xo'sh, 16. Mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari. Xalq deputatlari, viloyat, tuman, shahar kengashlari o'z vakolatlari doirasida qarorlar tarzida normativ hujjatlar qabul qiladi. Demak, o'z vakolati doirasida hokimlar qaror tarzida normativ hujjat qabul qiladi. Demak, hokim qarori normativ hujjat sifatida qarasa bo'ladi. Viloyat, tuman, shahar hokimi o'z vakolatlari doirasida qarorlar tarzida normativ hujjatlar qabul qilsa bo'ladi. Mana aytyapmiz. Xalq deputatlar kengashi nimaligini bilamiz. Xalq deputatlar kengashi adashmasam 8-sinf kitobda bordi. Xo'p, aynan hokimlarni tartibga solib turish uchun, ya'ni hokimlarni tekshirib turish uchun belgilangan kengash hisoblanadi. Ya'ni u hokimlardan hisobot olib turadi. Demak, xalq deputatlar kengashi ko'pincha qaror chiqaradi, hokim esa uni ijrosini ta'minlaydi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari qarorlari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palata qarorlari, prezident farmonlari, Vazirlar Mahkamasi farmoyishlari, qarorlari shularni bajarish uchun nima qilar ekan hokim? Shu o'z vakolati doirasida qaror qabul qiladi va uni ijrosini ta'minlaydi. Xo'p, normativ hujjatlar bilan tasdiqlangan nizomlar, qoidalar, yo'riqnomalar va boshqa hujjatlar. Xo'p, ko'rib o'tamiz, nima ekan bular? Ana shu konsepsiya, doktrina, reglament, strategiya bu nima? Nizom, qoida, yo'riqnoma. Bular normativ hujjat emas, lekin normativ hujjatning tarkibiy qismi, bo'linmasi, tarkibiy qismi desak ham bo'ladi. Masalan, mudofaa doktrinasi to'g'risidagi mayli, emas, magistraturaga qabul qilish to'g'risidagi nizom bor. Ya'ni oliy ta'lim o'quv yurtiga qabul qilish to'g'risidagi shunaqangi nizom bor. Mana bu nizom. Bu normativ hujjat emas, lekin tarkibiy bo'linmasi. Nizom davlat organlari va tashkilotlarini, ularning tarkibiy bo'linmalari maqomini, asosiy vazifa, funksiyalarini, huquq majburiyatlarini, shuningdek boshqa ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish tartibini belgilaydi. Demak, u nizomni ma'lum bir belgilangan sohada tartibga soladigan, ijtimoiy munosabatlarni tartibga soladigan funksiyasi bo'ladi. Qoida amalga oshirishga doir talablarni belgilaydi. Buni bilamiz. Yo'riqnoma bu qo'llash uchun qo'llashni aniqlashtiruvchi jihatlar, ya'ni ma'lum bir sohada ma'lum bir narsani qo'llashning aniqlashtiruvchi jihatlarini belgilaydi. Yo'riqnomani o'zimiz ham bilamiz. Xo'p, reglament esa davlat organlari va tashkilotlarining ish tartibi, shuningdek davlat organ va tashkilotlar tomonidan ma'muriy tartib taomillarni amalga oshirish tartibini. Reglament deganda masalan sudyani ish tartibi. Strategiya. Mamlakat yoki mamlakat uchun muhim bo'lgan bir taktik, uzoq muddatli, istiqbolli ishlar, masalan, strategiyasi, harakatlar strategiyasi bor edi. Mana shunga o'xshagan. Necha yilga bo'lib berilgan-ku, mana shu uzoq muddatli edi. Xo'p, konsepsiya bor, doktrina. Doktrina bu milliy manfaatlarni ta'minlash maqsadida prinsip va asosiy yo'nalishlarni belgilaydi. Xo'p, 18-molda normativ hujjatlarning o'zaro nisbati. Muhim joyga keldik. O'zaro nisbati degan nima? Turli normativ hujjatlar yuridik kuch bo'yicha o'zaro nisbat. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi eng yuqorida turadi. Xo'p, bundan yuqori turadigan xalqaro shartnomalar desak ham bo'ladi qisman. Normativ hujjatlarni qabul qilgan organlar vakolatlari va maqomiga ko'ra. Nimaga ko'ra? Vakolatiga ko'ra va maqomiga ko'ra. Maqomi degani kimligiga ko'ra ushbu hujjatlarning turlariga, shuningdek normativ hujjatlar qabul qilingan sanaga muvofiq belgilanadi. Xo'p, saralashga, ya'ni qaysi biri kuchliroq kuchga ega degan savolga javob berish uchun nima qilishimiz kerak?
ekan, u qaysi organ, uni vakolatiga nima kiradi? U kim o'zi, qaysi organ qabul qilgan bu hujjatni? Prezidentmi, Vazirlar Mahkamasimi? Xo'p, kim ushbu hujjatni turi? U nima? Qarormi, farmonmi, farmoyishmi? Keyin normativ hujjatni qabul qilingan sanasi qaysi bir, ana hammasi hozirgacha masalan turigacha bir xil hujjat qabul qilingan bo'lsa, uni sanasiga muvofiq belgilangan. Ya'ni qaysi biri eng oxirgi belgilangan bo'lsa, shunisi. Lekin mana bu oldinlar maqomiga ko'ra farq qilsa, qaysi birini maqomi ko'proq bo'lsa, u sanasi farq qilmaydi. Ya'ni yuqoriroq organ qabul qilgan qaror qabul qilinib ketadi. Normativ hujjatlar o'ziga nisbatan yuqoriroq yuridik kuchga ega bo'lgan normativ hujjatlarga muvofiq bo'lishi kerak. Demak, o'zidan yuqorida turadigan organning normativ hujjatiga muvofiq bo'lishi kerak. Normativ hujjatlar o'rtasida tafovutlar bo'lgan taqdirda yuqoriroq yuridik kuchga ega bo'lgan normativ hujjat qo'llaniladi. Demak, agar normativ hujjatlar orasida tafovut bo'lsa, ya'ni farq bo'lsa, yuqori turadigan organniki ma'qul deb foydalaniladi. Teng yuridik kuchga ega bo'lgan normativ hujjatlar o'rtasida tafovutlar bo'lgan taqdirda keyinroq qabul qilingan normativ hujjat qoidalari amal qiladi. Bunda ushbu moddaning 5-qismida nazarda tutilgan mustasno. Ya'ni teng yuridik kuchga ega degan. Ikkalasini ham kuchi teng bo'lgan hujjat qabul qilinganda va orasida farq bo'lganda eng oxirgi qabul qilingan, yangi qabul qilingani qo'llaniladi, deyapti. Agar normativ hujjatni qabul qilgan vazirlik yoki idorani ijtimoiy munosabatlarning muayyan sohasini huquqiy jihatdan tartibga solish uchun maxsus vakolati bo'lsa, ushbu organ qabul qilgan hujjat bir xil maqomdagi boshqa vazirlik yoki idora tomonidan qabul qilingan normativ hujjatga nisbatan yuqoriroq yuridik kuchga ega bo'ladi. Inson bilan davlat organlarining o'zaro munosabatlari yuzaga keladigan qonunchilikdagi barcha ziddiyatlar va noaniqliklar inson foydasiga taqdim etiladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20-moddasida ham aytilgan. Demak, inson va davlat o'rtasida muammo kelib chiqsa va bu ziddiyatlarga qanaqa yechim berilar ekan? Inson foydasiga hal qilinadi. Misol uchun, xo'p, 23-24-yilda xotin-qizlarga oliy ta'lim, ya'ni magistraturaga o'qishga kirish uchun xo'p, Vazirlar Mahkamasi tomonidan 200 milliard so'm ajratildi va tekinga o'qiydi deyishdi. Keyin prezident tomonidan chiqarilgan qarorda esa qabul kvotasi, qabul parametri bo'yicha tekinga o'qiladi deyildi. Lekin Bank moliya akademiyasi nima qildi? 300 ta talabani, ya'ni o'zini kvotasi 300 ta, ya'ni 300 tadan tashqari yana qo'shimcha talaba qabul qildi. Xo'p, u talabalar ham kvotadan tashqari bo'lgani uchun keyinchalik kontraktini o'zi to'laydi degan xo'p, talab qo'yildi. Demak, Bank moliya akademiyasida o'qiydigan magistraturadagi xotin-qizlar o'z kontraktini o'zi to'laysin degan qaror chiqdi. Keyinchalik sud bo'ldi. Sudda xo'p, eng oxirgi normativ hujjat qo'llanilishi kerak edi. Ya'ni qanaqa normativ hujjat? Bu normativ hujjat aynan xo'p, eng oxirgi qabul qilingan degani bu Vazirlar Mahkamasi tomonidan 200 milliard so'mlik ajratilgan subsidiya orqali belgilangan miqdordagi talabalarning kontrakti to'lanishi kerak, undan ortiqchasi to'lanmasligi kerak deyilgandi. Xo'p, lekin undan ortiqcha, ya'ni ko'proq qabul qilingan talabalar o'z kontraktini o'zi to'lashi kerak edi. Lekin davlat hamda inson o'rtasida yuzaga kelgan qonunchilikdagi muammolar, ziddiyatlar, noaniqliklar kimning foydasiga? Inson foydasiga hal qilinadi. Ya'ni bu yerdagi muammo nima bo'lyapti? Prezident qabul parametri bo'yicha qabul qilinglar deyilgan prezident tomonidan qarorda, Vazirlar Mahkamasi qarorida esa barcha xotin-qizlar deb ketilgan. Xo'p, ya'ni bu inson bilan davlat o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyat mana shu va bu aynan Konstitutsiyaning 20-moddasi yoki normativ hujjatlar to'g'risidagi qonunning 18-moddasi bilan nima qilinishi mumkin? Ya'ni olib qaralganda inson foydasiga hal qilingan va magistraturada o'qiydigan ayol qizlar kontrakti davlat tomonidan qoplab berildi. Xo'sh, 19-modda normativ hujjatlar loyihalarini tayyorlashni rejalashtirish. Normativ hujjatlar loyihalarini tayyorlashni rejalashtirish qoida tarqasida huquqiy jihatdan tartibga solish talab qilinadigan muammolarni aniqlash va tahlil qilish yakunlari bo'yicha tayyorlanadigan norma ijodkorligi ishlarini rejalari dasturlari doirasida amalga oshiriladi. Normativ hujjatlar qabul qilish huquqiga ega bo'lgan organ ijtimoiy munosabatni huquqiy jihatdan tartibga solish yoki qonunchilik normalarini takomillashtirish maqsadida normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini tayyorlashning joriy
yarim yillik va yillik hamda istiqbolga 1 yildan ortiq muddatga mo'ljallangan rejalarni, dasturlarni ishlab chiqish, tasdiqlash mumkin. Normativ-huquqiy hujjatlarni, loyihalarini rejalash dasturlarida quyidagilar ko'rsatiladi. Demak, normativ hujjatlarni rejalashtiriladi. Ya'ni mana shu normativ hujjat qabul qilinadi. Xo'p, mana rejalashtirish davomida nimalar kiritilishi kerak? Normativ hujjatlar loyihalarining nomi kiritiladi. Ijtimoiy munosabatlarning u yoki bu sohasini huquqiy jihatdan tartibga solish holatini, ya'ni tavsifi kiritiladi. Ya'ni qanaqa foydasi bor jamiyatga? Huquqiy jihatdan tartibga solishni talab qiladigan muammolarni tavsifi. Keyin qaysi muammoga yechim beryapti? O'sha nima edi o'sha muammo? Agar o'sha muammo qolib ketaversa, qanaqangi muammo, ya'ni qanaqangi zarar yetadi? Mana shuni kiritish kerak. Keyin moliyaviy hisob-kitoblar, hujjatning turi, muddati, mas'ul bo'lgan organlar va kiritilishi kerak. Keyin normativ hujjatlarni tayyorlash, rejalash, bular barchasi o'sha organlarning rasmiy veb-saytiga e'lon qilinishi kerak hisoblanadi. Normativ hujjatlar tayyorlash, tashabbus qilish, ya'ni tayyorlashni tashabbus. Demak, tayyorlashni buyurish. O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari, Prezident farmon qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qaror loyihalarini tayyorlashni tashabbus qilishga faqat basharti davlat organlarida ko'rilayotgan masalalarni yoki muammolarni qonunchilikda nazarda tutilgan mexanizmlar va ma'muriy tartib taomillari orqali hal etish vakolatlari mavjud bo'lmasa yo'l qo'yiladi. Demak, qaysi holatda yo'l qo'yilar ekan? Prezident farmon qarorlari, Vazirlar Mahkamasi qarorlari loyihalari tayyorlashni tashabbus qilishga faqat deyapti organlarda ko'rilayotgan masala muammoni qonunchilikda nazarda tutilgan mexanizmlar. Ya'ni mavjud muammoni o'zimizda qonunchilik bilan tartibga solib bo'lmayaptimi? Ya'ni yangi qonunchilikka muhtojlik bormi? Mana shundagina prezident yoki Vazirlar Mahkamasi yoki kimdir tomonidan mana shu qonun qabul qilish taklifi kiritishga haqli. Jismoniy va yuridik shaxslar tegishli davlat organlariga normativ hujjatlar loyihalarini tayyorlash to'g'risida takliflar kiritishga haqli. Demak, oddiy fuqaro ham normativ hujjatlar loyihasini, ma'lum bir normativ hujjatni qabul qilish taklifi bilan murojaat qilishga haqli ekan. Mana 20-moddada aytib o'tibdi, normativ hujjatlar to'g'risidagi qonun 20-moddasida. Xo'p, hozircha shular. Rahmat kattakon, keyingi darsgacha.